Shahlo opa, sizni ko'pchilik hozir Instagramdan taniyapti-da. Lekin biz sizni kinolar orqali taniganmiz. Bir nechta kinoingiz bilan shu meni tengdoshlarimga, mendan kattalarga eslataylik, maylimi? O'sha davrlarni. Albatta. Marhamat. Xo'jayinmi yo kotibami? Xo'jayin. Shunaqa bo'lsa, yoshingiz nechida? Yaqinda 23 ga kiraman. 23 ga? 24 da tanishlab olib kirib qo'yaymi? Jinnivoy. Keldingizmi? Qiz bolani kuttirish gunoh. Nimaga? Tinchlikmi? Mazingiz yaxshimi? Toksikos. Biror yordam kerak emasmi? Yo'q, yaxshi bo'lib qolaman. Loyisof. Jasading go'rda chirigunlar. Otamni kim ahvolga soldi? Boshini kim urib yordi? Kim qiynadi? Dadasi, uyga kiring. Shamollab qolasiz. Bu ko'lamdan ko'ra shamollab bo'lganim yaxshi emasmidi? Meni aybim nima? Jon opa, iltimos qilaman, o'tkazib yuboring. Iltimos qilaman sizdan. Yolboraman. Ko'nglim notinch, hokipoyiz o'pang. Yuzingizdan yaxshi insonligingiz ko'rinib turibdi. Turing o'rningizdan. Ayol kishisiz. Shunchalik ham xor qilasizmi o'zingizni? One PC O'zbekistondagi eng katta kompyuter do'koni.